Mirjalol Qosimjonov, Xo'jaobod tumani, 24-umumta'lim maktabi 10A sinfi o'quvchisi. Mirjalol universal jang sport turi bo'yicha jahon chempionatida kumush medalni qo'lga kiritgan. Birinchi vatan tuyg'usi o'tdi. Prezidentimiz shu bizga yaratib berayotgan imkoniyatlar sababli shu arenalarga chiqdim. Ikkala tomonda bir o'xshash nuqtasi, ikkalasida ham intizom kerak. Sportda ham o'zini ustida ishlash kerak, o'qishda ham o'zini ustida ishlash kerak, bo'lmasam hech kim natija bo'lmaydi. Sportda ham, darsda ham ikkita yo'lni birlashtiradigan nuqta bor, bu intizom. Ringga chiqmasdan oldin o'ylanib, hammada qo'rquv bo'ladi ringga chiqishdan oldin. Ashuni yengib, ringga chiqmasdan oldin shoshilmasdan raqibni o'rganib, keyin chiqib ishlash kerak. Jahon chempionatida finalda urishgan raqibim bo'lgan. U mendan oldin jahon chempioni bo'lgan, 2 karra Osiyo chempioni bo'lgan. U bilan 3 raund ishlaganmiz, 3 minutdan 3 raund bir xil bo'lib qolgan ochkolarga. 4-raunddan bir xil bo'lib qoluvdi. Keyin 5-raund hal qiluvchi raund bo'lgan. Ikkalamiz ham charchaganmiz. Men aktiv hisobiga o'tib ketganman. Ham mas'uliyat, ham kuch beradi. Menga xalqimni bergan ishonchi menga kuch bo'ldi. Menga berilgan ishonchni oqlashim kerakligi bu mas'uliyat. Ringga chiqishdan oldin o'ylayman, onam duolari, menga ishonchi, menga bergan ishonchi, men boshida yutqizganman, shunda keyin sport tashlayveraman deganman. Onam yutasan, sen chempion bo'lasan deb menga ishonchi, keyin maktabda o'qituvchilarim ishonchi, menga shuncha sharoit yaratib berayotgani uchun ularning ishonchini oqlashim kerakligi har doim hayolimdan o'tadi. Professional ligalarda urishish niyatim, ular chempion bo'lish, MMA'da oxirigacha olib borish. 7-8 ta musobaqadan keyin o'zimga o'xshagan shogirdlarni olib chiqish, chempionlar olib chiqish. Eng oliy maqsadim dunyo arenalarida O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'tarish, prezidentimizning menga bo'lgan ishonchini oqlash.